Mana bu ko'rib turganimiz bachadon naylari rentgeni. Bachadon naylari rentgenida biz asosan bachadonni tuzilishi, ichida bola birikadigan joyda to'siq bormi, yo'qmi shularni ko'rib olamiz va bachadon naylari ochiqmi, yo'qmi, joylashishi qanaqa. Bularda bachadon naylari ochiq, lekin joylashish jihatidan normada bachadon naylari mana bu uchburchak bachadon. Mana bu ketayotgan narsalar kontrast bu naylari. Normada naylar tuxumdonni quchoqlab turish kerak, mana bunaqa bo'lib. Lekin ularda nima bo'lyapti? Ularda tepaga qarab ketib qolgan. Mana bu tepaga qarab ketib qolganda ovulyatsiya bo'lgan tuxum hujayrani ushlab olishga qiyinchilik uyg'otishi mumkin. Bunaqa holatda ham biz trubalaringizdagi joylashuvi jihatidan homilador bo'lishingizga qiyinchilik tug'diryapti deb aytishimiz mumkin. Mana bugungi yana ikkinchi bemorimiz. Bemorimiz 7 yildan beri harakat qilyaptilar homilador bo'lishga. Ko'rib turganingizdek mana bu uchburchak, bu bachadonimiz va chap tarafga umuman kontrast ketmagan. Ya'ni bachadon naylari ko'rinmayapti. O'ng tarafda kontrast ketgan, lekin uch qismlarda yig'ilib qolish holati kuzatilyapti. Haligi biroz oldin sizlarga ko'rsatgan holatim yana, ya'ni normada mana bitta tushuntiradigan bo'lsak, mana tuxumdon va truba. Truba tuxumdonni quchoqlab turishi kerak normada. Bu yerda yetilib chiqqan folikulda ushlab olish kerak mana bu qo'lchalari bilan. Mana bu qo'lchalari bilan. Lekin ularning holatlarida truba tepaga qarab ketgan va tuxumdon pastda bo'lgan bilan ovulyatsiya bo'lganda buni ushlolmasligi mumkin. Bemorimizda asosan shikoyatlari yopiq bo'lgan tarafdan ovulyatsiya bo'lyapti, bu tarafdan ovulyatsiya bo'lish unchalik kuzatilmayapti deb murojaat qilganlar. Hozirda turmush o'rtoqlari urug' topshirdi. Kecha storiesda bachadon naylarini tekshirish haqida so'ragan edim. Ko'pchilik tekshirtirganmiz deb javob berdi. Aynan bachadon naylarini tekshirtirishda biz 3 ta shartga rioya qilishimiz kerak. Birinchisi bu hayz kelib tugagan bo'lishi kerak va tugagandan keyin jinsiy aloqada bo'lib qo'ymagan bo'lishimiz kerak va uchinchisi bachadon naylarini tekshirishdan oldin mazok, ya'ni surtma toza bo'lishi kerak. Chunki agar sizni surtmangiz lekotitlar, ya'ni shamollash chiqsa, jo'natayotgan suyuqlik ichkariga infeksiyani tarqalishiga va bu tekshiruvni asoratlanishiga sababchi bo'lib qoladi. Jinsiy aloqada bo'lmasligini aytishimizga sabab bachadondan tashqari homiladorlik yuzaga kelib qolishi mumkin. Chunki hali aytganimdek, suyuqlik ichkariga itarganda urug'i ichkariga itarib borib, homila tashqarida bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun albatta qoidalarga rioya qilish kerak.